Assalamu alaikum, hurmatly Nokat Quvaytini Turkmenistan katılımcılar. Bugün günü 30 noyabr 2022 yılı biz erteminen geldik. Nokat şahrına barınızlara çalımımızı salam aytmoqchimiz. Bana aman bolun atmış olunuzlar. Bugün kurs qanday bo'ldi ekan? Şol жерде ma'lumot oladi. Bizden alsanızlar, like bosib, komentar yozib qo'yinglar, hurmatli o'g'illar. Negativ yozmangizlar. Sizden so'raymiz, sizlarning qo'llashingizlarga muhtojmiz. Bizni like bossangizlar, bizni qo'llayotganimiz yaxshi bo'ladi. Barınızlarga tinchlik, omonchilik qoladi. Vaqtni janna ko'rishamiz. Birinchilar Finkabank'a geldi. Finkabank'ta 84 so'm 50 tiyin dolar, 87 so'm 50 tiyin euro, 1372 rubil. Hurmatli o'g'illar. Ekoislambank'a geldi. Ekoislambank'ta 83 so'm 50 tiyin dolar, 87 so'm euro, 1 so'm 37 tiyin rubil ekan. Hurmatli o'g'illar. Bu yerda rubil sal arzonroq ekan. Hurmatli o'g'illar. Hurmatli o'g'illar, hozir Boqaybank'a geldi. Boqaybank'ta 84 so'm 50 tiyin dolar, 88 so'm 50 tiyin euro, 137 tiyin rubil ekan. Hurmatli o'g'illar. Aljabank geldi. Aljabank'ta 84 so'm 50 tiyin dolar, 88 so'm euro, 1372 rubil ekan. Hurmatli o'g'illar. Bu yerda sal qimmatroq ekan. Hurmatli o'g'illar, shunday Nokat Quvaytini Turkmenistan sizlar bilan vaqtincha qo'shilib, sog'-salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni olsangiz, like bosib, komentar yozib qo'yinglar, hurmatli o'g'illar. Sizlar bilan doimo xizmatimizda. Biz Nokat Quvaytini Turkmenistan doimo sizlar xizmatimizda. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishib tinch bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.